Uyg'ur yozuvchisi Yasinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xonim nomli tarixiy romani. Bu roman Bilqut shirkatida ovozga ilinib, Bilqut to'rida anlatildi. Huzuri sabahdagi shahona ravaqqa O'daychibekning paliqlab kirishi Abdullah xonni tinimsiz xiyollar qo'rshovidan qutuldirdi. "Ona hazratimga ma'lum bo'lg'ay", dedi O'daychibek osirab hömülab turib, jiddiylashganlikdanmi yoki yugurib kelganlikdanmi aytavur uning bosh ko'zidan yomg'irdek qora tar quyiladi. "Shahzoda Yo'lbosxon lashkar boshlab kelib Qashqarda tortib o'tdi. Qashqar Amir Qo'ysari biyi qechib ketibdi. Shahzoda bugun ati ichidla Ostoniga lashkar tatqidak." Kutilgan bu shum xabardan Sultan Abdullah xonning yuragi qattiq yiqildi-da, ansiz so'qib ketdi. Topindan kirgan bir parcha o't butkul ishbog'ini o'rtab, menisidan chiqib ketdi. U yiqilib tushdan o'zini oron-oron tutib olib turib, g'azab bilan so'radi: "Nima dedim?" Xonning dahshatlik turqini ko'rib, O'daychibekning tili kalvolishib, dir-dir titradi. Aslida shart sharoit pishib yetildi deb qaragan Shahzoda Yo'lbosxon bilan Xo'ja Hidoyatullo Eshon Qashqardagi Mirza Sharifbek, Mirza Iskandarbeglар bilan maxfiy aloqalashib, ish-tishidan moslashadiganligiga kelishgandan keyin o'zining 5000 ga yaqin lashkari va Jo'ng'orlarning 2000 kishilik himoyatchi qo'shini bilan Xo'ja Hidoyatullo Eshonning 3000 ga yaqin sufiy lashkarlarining hamdamchiligida Qashqarga tegish qilgan edi. Hidoyatullo Eshonning xalifalaridan Molla Soqi bilan Molla Naqi otishda xilidan beri maxfiy so'lik targ'ibot elib borishga, Shahzoda Yo'lbosxon otish xalqining qizg'in qarshi elishiga erishdi. To'xtamasdan Qashqarga qarab ilgariladi. Bu chog'da Mirza Sharifbek bilan Mirza Iskandarbek Qirg'izlarning zulmiga chidamay, savr qochisi tashaydi deb turgan Qashqar xalqini maxfiy tashkillab, hamma tayyorliklarni bitirib, taqib turgan edi. So'nglashqa Shahzoda Yo'lbosxon sarkarda lashkarlarini boshlab, Qashqar shahrining sepi tuviga kelish hamon shahar xalqi ichidan qo'zg'aldi. Bu ollu to'polonga taqobil turishga ko'zi yetmagan Qo'ysari beyi sartlarning ishini sartlar o'zi bajargan. Manga kerki oltin ko'mish dedida xazinni pok-pok supurib, xos qirg'iz navkarlarini agashtirib, shaharni tashlab qochdi. Yo'lbosxon Qashqar shahrini ana shunday osonlik qo'lga oldi. Shahzoda Yo'lbosxonga ergishib, Jo'ng'or yili bir mezgil sargardan bo'lib yurgan Alshohbey, Alquldek aka-uka sarkardalar Qashqar shahrida tinchlik o'rnatib, avomni xotirjam qilgandan keyin ustozi Hinduqush Mirzaning Sulton Abdullah xon tarafidan Osiy deb qorinib o'ldirilganligidan xabar topib, ham hayron bo'ldi, ham qattiq hasrat chekdi. Bu ajoyib shum xabarni Shahzoda Yo'lbosxon bilan Xo'ja Hidoyatullo Eshonga aytib berib edi, buningdan oldin xabar topgan. Ammo vaqtincha sir tutib kelgan Shahzoda bilan Eshon qaqoqlab kulishib ketdi. "Bu ishning endi yo'shirg'idek yeri qolmadi, janobi sarkardalarmi xabardor bo'lib qolg'ay", dedi Shahzoda Yo'lbosxon kulib turib. "Bu ishlarni janobi Piri Bo'zirik Qutbul Aqtob Eshon hazratlarining kashfu karomatlarining natijasidir." Xo'ja Hidoyatullo Eshon bu ikki okuki sarkardaga o'zining qora-xat hilisi orqali vujudga chiqargan bu katta ishini alohida maqtanib turib so'zlab berdi. Aka-uka sarkardalar bu suiqasning ujur-bujurigacha to'liq xabar topgandan keyin maqtash ta'ma qilib qarab turgan Hidoyatullo Eshonga ko'p bir nima demadi. Ammo shu kuni kechasi bola chaqinlarini elib Qashqar shahridan g'oyib bo'ldi. Shuningdan keyin ularning hech qanday izlariga bo'lmadi. Shahzoda Yo'lbosxon bu aka-uka sarkardalarning Hidoyatullo Eshonning planlagan nomardlarcha suiqasdidan qattiq yerginib, ham Eshonga yontayoq bo'lgan Shahzodadan ko'ngli qilib, hokimiyat ishlarini tark etganligini zinhor xiyoliga keltirmaydi. Shunga bu aka-ukalarning o'zi bilan xo'shlashmaylik ketib qolganligidan afsuslangan bo'lsa-mu, ularni tezda esdan chiqardi.
ularning o'rniga Mirza Sharif bek bilan Mirza Iskandar bekni amir lashkarlikka tayinlab Ostonaga yurish qilishga tishini bildi. Sultan Abdullaxonga o'g'li Shahzoda Yo'lbosxonning Qashqarni tortib olibmi shukr qilmay Ostonaga yurish qilmoqchi bo'lganligi, taxtni tortib olish niyatidan texicha yonmaganligi qattiq xor keldi. Qari yuz noinsof o'g'lini jazolash uchun shaxsan o'zi lashkar tortdi. Ostona amiri Mirza Bobobayning bu lashkari yurishda xonga hamdam bo'lib billa berish talabini rad qilib, uni Ostonani muhofazat qilishga qoldirdi. Yenisarga yetib kelganda Yenisar qal'asini saqlab yotgan Sarkarda Shirali Bahodirni nima uchundir o'zi bilan billa elib olg'isi kelmay Ostonaga qaytishga farmon berdi. Qadrgohimga ma'lum bo'lg'ay, dedi Shirali Bahodir Abdullaxonning o'zini hamroh qilib jangga billa elib bormay yoki Yenisar qal'asini davomli qo'g'dashga buyurmay sababsizla Ostonaga haydaganligidan norozi bo'ldi. Yenisar qal'asi Ostonaga o'tishdagi muhim o'tgan. Lashkariy ishlardagi o'rni intayin muhim edi. Shunga bu joyni mudofiasiz holatda tashlab qo'yishga bo'lmasmiki? Demisingizmi bilma Sarkarda? Dedi Abdullaxon qapqinib turib. Siz farmonni ijro qilishni biling. Bosh ustiga, dedi Shirali Bahodir ilojisiz beshini tuvan silib. Sultan Abdullaxon amir sarkardalarni bir o'rindan uzun turg'izmaslik odati bo'yicha Shirali Bahodirni Ostonaga mangdirib yoki Ostonaning mudofaa ishlaridan xotirjam bo'lolmay yo'lga soldimi sababini hech kim bilmaydi. O Shirali Bahodirning taklifiga quloq solmay Yenisar qal'asining mudofiasini 500 nafar qeyri-cho'ri lashkarlarga tashlab qo'yib, qolgan lashkarlarni ilg'or qo'shiniga qaytib Qashqarga qarab yo'lga chiqdi. Ota bolaning qo'shini Paychamda do'qirishdi. Yo'lbosxon dadisi Sultan Abdullaxonga 100 kelishdan xijil bo'ldimi qandaq satning oldiga chiqmadi. Ilgari Xo'ja Hidoyatullo Ishonmi har xil ehtimollikni nazarda tutib, Shahzodaga hamroh bo'lish bahonasi bilan orqa satda qoldi. Uning Shahzoda Yo'lbosxondan bir qadam neri bo'lmasligidagi asosliq maqsadi Shahzodaning dadisiga qilish tanlashdan yolqi verishidan to'sish edi. Jang to'limi shiddatli bo'ldi. Yarim kun davomlashgan qirg'inchilikda xon lashkarlariga ko'p talafot yetdi. Chunki Qashqar lashkarlarining soni, jangovarligi xon lashkarlarininkidan xeyli ustun edi. O'g'li bilan uchrashibla g'azibi qaynab toshgan Sultan Abdullaxon uzoq yo'l besib kelgan lashkarlarni orom oldirishni esidan chiqarib, jang qilishga farmon tushirgan edi. Hamda Qashqar lashkarlarini amaliy kuchini to'limi to'van mo'ljarlab qo'ygan edi. Ha degandila lashkarlarining ko'plab qirilib, jasoratining suslab ketib qolganligini ko'rgan Sultan Abdullaxon jang vaziyatini o'ngishig'idek biror muvofiq tadbir topolmadi-da, yengilganligiga tan berib, lashkarlarga chekinishga buyruq berdi. Yenisar qal'asiga chekinib turib, Ostondan ko'proq lashkar yetkazib kelib, ondan aditini beray bu qog'ishdak ko'rdi, deb o'yladi Sultan Abdullaxon. Afsuski, xon lashkarlari tez sur'atda chekinib, Yenisarga kelganda qal'ani allaqachon Shahzoda lashkarlarining egillab bo'lganligini ko'rib, hong-tong qoldi. Shirali Bahodirning gapiga kirmaganiga, hech bo'lmaganda uni Yenisar qal'asini saqlashga qoldirib qo'ymaganligiga ko'p pushaymon edi. O'z vaqtida Hindiqush Mirzadan yengilib qolgan Al-Shohbeg, Al-Quldek aka-uka sarkardalardan Qashqarni tinch saqlashga va mustahkam qo'g'dashda Yenisar qal'asining to'lmi muhimligini, Hindiqush Mirza Yenisar qal'asini to'ydirmay tatib olganligi uchun chekinish yo'lini uzib, osonlik yengilib qolganligini anglagan Xo'ja Hidoyatullo Ishon Shahzoda Yo'lbosxonga yo'l ko'rsatib, Yenisar qal'asini tortib olishga yo'shirin lashkar mangdirgan edi. Mana endi ular Yenisar qal'asini tortib olib, Sultan Abdullaxonning eng oxirgi umidini butunlay yo'q chiqargan edi.
Sultan Abdullah Han mag'lub bo'lgan qo'shinni boshlab, to'xtamay Ostonaga chekinishga majbur bo'ldi. Uning yerim kun jang qilib, holdan ketgan qo'shiniga tez suratda chekinish, amaliyotda qichish to'liq ig'ir kelgan edi. Shahzodaning lashkarlari mushu suratda qirchab qilib qo'g'lab beradigan bo'lsa, xon lashkarlarining jasadi butunlay Yemitning seydi qoladi. To'liq qalbiga yuzlangan shahzoda Yo'lbosxon dadasining yuzini ayab qoldimi? Yoki g'alaba qilish ishonchisini yo'qotib qo'ydimi va yoki Ostondan hamdamga keladigan zo'r qo'shin bor deb xato mo'ljarlab qoldimi? Aytavur sarkarda lashkarlariga qo'g'lashni to'xtatishga farmon berdi. G'albi ishonchisiga to'lib toshgan Xo'ja Hidoyatulloh Ishon mushu yusunda qirchab qilib, Udul Ostonaga berish va Ostondagi Ishoqiya sulkidagi dushmanlardan qonliq qisosini elishini ko'nglida tukib turganda, shahzodaning tuyuqsiz tushirgan bu farmondan qattiq norozi bo'ldi. Ammo g'idin tilin qilolmadi. Chunki nimani degan bilan lashkariy huquq shahzodaning qo'lida edi. O shahzoda Yo'lbosxonning jangda nusrat qozonib turibmi, parishon ko'ringan chiroyiga qarab, ko'nglidan allaqanday xiyollar kechdi. Shu topda Yo'lbosxonning kallasi ziddiyatlik xiyol aslamalar bilan to'lib ketgan edi. Ana Vali Ahdi deb jakarlanib, Qashqarning noib amirligiga tayinlangan 8 yoshli shahzoda Yo'lbosxon ko'ngan o'rda turmush edi. Ota-onasining illiq quchog'idan, birga o'ynab cho'ng bo'lgan do'stlaridan ayrilishga ko'zi qiymay, Qashqarga bormayman deb g'alva qilib yig'lamoqda edi. Onasi Xonish oyimni o'g'ildan ayrilishga qiymay, unsiz yosh to'kmoqda. Yig'lama shahzoda. Cho'p jo'ngli bo'lib qolgan yigit bolami yig'lanmaydi. Moshunda qilsangiz, cho'ng bo'lganda qandoqmi bir elning xoni bo'la olasiz. Gapanglar. Men sizni pat-pat ko'gili barman, dedi Sultan Abdullah Han shahzoda Yo'lbosxonning beshini va eqib chuvib ketgan potlisini eritib turib. Xon bo'lish degan so'zning ma'nosini texi to'liq tushunmaydigan erkak shahzodaning xirqirab yig'lig'ini yig'lig'an edi. Dada o'g'lini dast ko'tarib bag'riga mahkam bosdi. Yüz ko'zlariga otiliq mehr bilan bir nechin suyayotgandan keyin alohida yasab, jabdug'on shahoni mapiga o'ltirg'izib, shahzodani qo'rg'dab mangdigan amir sarkarlarga "Menginglar" deb qo'l ishlatdi. Shaqqidi kayniga o'rilib turib oldi. Yo'lbosxon Qashqarga kelgandan keyinmi, u da 2 yilgacha ota-onasining qag'ishini qilib yig'ladi. Keyincha dada va'dasida turib uni yo'qlabmi keldi. Ota bola bir-biriga qonmay quchoqlashdi, suyishdi. Oradan yana bir necha yil o'tdi. Cho'ng bo'lib, xilil aql kirib qolgan shahzoda Yo'lbosxonmi Vali Ahdi xon degan so'zlarning ma'nosini to'liq tushundi. Qashqar shahzodaning jannatiga, kichik podshohligiga aylanib qolgan edi. U bu yerda deginni qilib cho'ng bo'ldi. Atrofidagi amirlari yaxshi ko'rinish uchun uningga har xil o'yin tomoshalarni o'rgatdi. Ko'ngil echish, bazmi so'rinlarini uyushtirib berdi. Amdili 13 yoshga kirgan vaqtida quchqiga ayollarni solab berib, jimar lazzatini tekitdi. Shuningdan keyin shahzoda rasmiy buzildi. Badaxloq qiliqlarga beshchilikli kirib ketdi. Onun ve emirlerinin zulümüdün Qashqar xalqi qanqir qaqshidi. Shahzodani tezroq xonlik taxtiga o'ltirg'izib, o'zlari o'rdining katta emirlaridan bo'lish tamasida atrofidagi emirlar turli usullar bilan shahzodaning yuragiga xon bo'lish vasvasini so'ndirib etdi. O aşu emirlerinin davet qilishi bilan dadisi Sultan Abdullah Han'ның hajga mangan fursatidan foydalanib taxtda o'ltiribmi baxti. Taxt degan shunda qudratlik narsa. O taxtda o'tirib edi, barliq o'rda arkanlari qo'l bog'lab uningga farmondardor bo'ldi. Nima sababdandir haj safaridan ancha uzab ketmagan dada qaytib kelib taxtda beso'roq o'tirganlik gunohi uchun o'g'liga qattiq g'azabladi.
hatto o'limga buyuradi. Agar shu chaqda o'rda amirlari uni tilib olmagan bo'lsa, shu chaqgacha so'ngaklarimi tuproqqa aylanib ketgan bo'lar edi. U shu chaqda dadisiga boladan taxtning to'liq muhim ekanligini tushundi va kunlarning birida bu taxtni cho'qim qo'liga keltirish haqida qasamyod qildi. Keyingi kunlarda kimlarning bir og'zidan xon oliylari Shahzoda Yo'lvosxonning vali ahdiligini bekor qilib, inisi Shahzoda Nurdinxonni vali ahdi qildigan bo'pti degan mish-mish gaplarni angladi. Bu so'zlar uning ko'nglini to'limi yerim qildi. Xon bo'lish orzusi kundan kunga kuchaydi. O'ltirib qopsa, kallasidan chiqmaydigan bo'ldi. Ana ashundaq kunlarda uningga Xudo donishmand Parvizirik Hidoyatulloh Ishonni uchrashtirdi. Ishon tunji bo'lib uni sulton, xon deb atab yuragini cheksiz xushallikqa cho'mdirdi. Bu so'zlarni anglab u o'zini go'yo xon bo'lgandek his qildi. Ishonning bildiganlari to'limi jiqgan. Uningga ostondagi taxtda o'ltirmaymi xon bo'lg'ili bo'ldiganligini bildirdi. U o'zini Qashqarda xon deb chaqirlab, juma namozida o'qiladigan xutbadan dadisining ismini chiqarib o'tib, o'zining ismi bilan o'qitdi. Shuningdan keyin dada yorliq tushirib, uning noib amirlik martabasini, vali ahdilik martabasini rasmiy elib tashladi. Mushundaq ahvolda u o'sha donishmand Ishonning yo'l ko'rsatishi, madad berishi bilan qat'iy g'ayratga kelib, dadisiga boyqut qildi. Dada bola o'tirsidagi cho'ng majra mushuning bilan rasmiy terildi. O dadisi avatgan jazo yurish qiluvchi to'manlagan lashkarlarga tan kelanmay, o'zligidan panohlik tilab yot allarga qochdi. Sarson, sargardon bo'ldi. Bu jarayonda dadisidan ko'rmagan mehribonlikni Ishondan ko'rdi. Tasallilarga erishdi. Oxirida yanala ashu avliyo Ishonning yo'l ko'rsatishi bilan Qashqarni qaytirib oldi. Aslida dadisi lashkar tortib kelmasimi? U ostonaga lashkar tortib berib, dadisidan taxtni tortib olmoqchi. O'zining ashu dadisizmi xon bo'la oladiganligini ko'rsatib qo'ymoqchi edi. O sarkarda lashkarlarga ostonani ko'rsatib turib, qo'lini shundoqli shiltgan bo'lsa, qarchab, sirto'qay qilib, xuddi qo'y to'pig'i etilgan bo'rdek mang'on lashkarlari uningga ashu qudratlik oltin taxtni bugun ati ichidala elib beradi. Ammo qerib choch soqollariga oq kirgan. Mag'durdan qolgan dadisining o'g'lining oldiga tushib, jonni olqonga elib, o'lar tirilishiga baxmay qechishini ko'rish o'g'il uchun to'limi nomusliq ish ekan. Nimali bo'lsin, dada emasmi? Uni erkilatgan, ta'piligan, potli manqillarini etgan, mehri bilan quchoqlab bag'riga bosgan, qonmay suygan. Suyingan dada ashu emasmi? Butkul bir elning xon egisi bo'lgan bir odam endilikda o'g'lining oldida xuddi mushning oldidagi choshqandek bechoralar chiqashsa, uni ko'rgan el ra'iyat nima deydi? Ashu bechora baxtsiz dadini masxara qilamdi yoki vafosiz o'g'liga la'nat o'qimdi? Shahzoda Yo'lvosxon halqiliq paytda qandoq bir kishining turtkisidan lashkarlarini qirchapni to'xtatib, orqaga qaytishga farman tushirganligidan o'zimi texicha hayron. Balkim u o'zining ashu dadisining pusht ekanligini birdilla esiga olgandi. Balkim yuragining bir yerlarida ko'milib qolgan farzandlik mehri birdilla yelinjab ketgan. Yetqat yerning chigidagi yilonning ko'shigini bildigan Xo'ja Hidoyatulloh Ishon Shahzoda Yo'lvosxonning o'zini yo'qotgan holda cheksiz xiyolga berilganligini ko'rib, ancha bosh qotirmayla Shahzodaning ruhiy dunyosida g'aliyon ko'tarayotgan ziddiyatni butunlay tushunib yetdi-da, qattiq cho'chib ketdi. Shahzodaning qallasida bunday xiyolning paydo bo'lishi to'limi xatarlik. Bunda qarab turmaslik kerak. Birer tadbir qo'llanib, ota bola o'tirsidagi adovat tugminining suyini ulg'aytish kerak. Shundoq bir hiylishizdaki,
Şahzadı Yolbosxonning vujudida yalqinlagan qisos o'ti, yuragidagi dadisiga bo'lgan barliq mehr muhabbatlarni ko'ydirib, kul qilib asgan. O'g'li Shahzoda Yolbosxondan qattiq yengilgan Sulton Abdullaxon obro'yi to'kilgandek his qilib, haftadan beri Shohinshinga qobulga chiqmayotdi. Ordu erkanlari har kuni atigini salomga hozir bo'ladi-da, biror osh pishim asnab o'ltirib, yana bir-birlab ketib qoladi. Bugun qobulga Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonmi kelgan bo'lib, boshqa ordu erkanlariga o'xshash kursda o'ltirmay, taxtning udildila marmar tashlab yetkazilgan yerning ustidagi o't qashdek qizil gilamda yukinib o'ldirganicha ko'zini yerim yumib, qo'ldagi kahravo tasvini tinimsiz seriydi. Qomatlik gavdasi to'xtamay ikki tarafga tavraydi. Turqidan muhim ish bordek. Xon bilan qat'iy ko'rishishga niyat bog'lagandek. Xon qobulga chiqmasa, Shohinshindan faqatlik ketmaydigandek ko'rinadi. Amirlar xonni kutaverib zerikkan bo'lsa-mu, pari buzurgning bu turqini ko'rib, eng avval Shohinshindan chiqib ketishga petinolmadi. Shohinshin ichi timtasliq cho'mgan bo'lib, sarayning o'ttirsidagi fontandan etilib chiqayotgan suning yiqimliq shildirlishlaridan boshqa hech qanday ovoz yo'q edi. Amirlarning xiyolchan turqidan ularning nima o'yda, nima ko'yladi ekanligini bilib olmoq to'liq qiyin edi. Kun tush bo'lay deganda haram og'isi Shohinshinga kirib keldi. Farmoni oli Parbuzuruk Xo'ja Abdulla Ishon hazratlari, Lashkari divanning amir kabir Cho'pik Mirza, Ostona amir Mirza Bobobaylar adolat saroyiga qobulga kirgay. Boshqa amirlar saroydan yong'ay. Barliq ordu erkanlari dörrida o'rinlaridan turishdi-da, qibligahimizning himmatiga hashqalla deyishib sirtga chiqishdi. Ismi chiqqan uchaylan adolat saroyiga qarab mengishdi. Adolat saroyi Abdullaxonning yuqori darajalik amirlari bilan muhim ishlarni kengash qilgan xos kengashxonasi edi. Odatdagi amirlarning bu saroyga kirish salohiyati yo'q edi. Buningdan boshqa yana saxovat saroyi, ma'rifat saroyi, bahodir saroyi, shodlik saroyi, huzuri muborak qatorliq saroylar bor edi. Xon bu saroylarda urdu yusuni qoida bo'yicha turli qubul, kengashlarni, ziyofatlarni o'tkazib turardi. Faqat xonning taklifiga musharraf bo'lgan kishilar bu saroylarga kirib, turli kengashlarga qatnasha oladi. Ziyofatlarga daxil bo'la oladi. Shahoni kursida to'limi tushkun turgan Sulton Abdullaxon kirib kelgan ishon bilan ikki amirning salomini so'sli ilik oldida o'tirishga ijozat berdi. Muhtaram Parbuzuruk va janobiy amirlar, dedi Abdullaxon oradagi sukunatni buzib. Sizlarni chaqirtishimdagi mudoyim shulki, men bir haftadan beri qayta o'ylanib, Shahzoda Abdumo'minxonni valiahdi, Naib xon deb jakarlab, taxtni o'tkazib berish qarori qildim. Bu vaqtda sizlarning ikki og'iz maslahatingizni anglab boqayman. Janobiy qibligahim, deb oldirib kelib so'z oldi Xo'ja Abdulla Ishon. Buyuk saltanatimizning ashaddiy dushmani, ishtiyochi nomusulmon ozg'un mulklarning domiga tushib ketgan osiy Shahzoda Yolbosxon Qashqar, Yemisor, Maralbeshi, Seriqqo'l, otish zaminlarini o'z tasarrufiga elib, yo'l yurtlardagi ra'iyatning tinchligini buzib, elga eg'ir baloyi ofat keltirmoqda. Ul ishqiyachi murtlarning nopok oyog'ini o'z zamin tasarruflaridan pak tozlamay turib, Shahzoda Abdumo'minxonni naib xonlik taxtiga o'tirg'izish to'liq oldiroqsonlik bo'lur. Chunki Qashqarni tinchitmay, ishqiya murtatlarni jazolamay turib, bu saltanatga oromlik bo'lmas. Muhtaram Parbuzuruk, nihoyat o'rinli maslahat berdi, dedi Sulton Abdullaxon yanada shu parishon qiyofatda. Ammo Shahzoda Yolbosxonning ishqiya sulkiga irodat qilganligi sababli ularni jazolamoqqa,
Saidiye tasarrufidan qovlab chiqarmoqqa yorliq tushirmak basli mushkuldir. Bu ish ota-bola o'tirimizdagi nizo adovatni yomonlashtirishda izchil sabab bo'lib keldi. Men ko'p o'ylandim. Jahonda ota-bola taxt talishib, qon to'kishibdi. Lashkar tortib, qilich tanglashibdi degan to'qu la'natning ahonati baxmi yomon ekan. Odamga ziyoda xo'rlik his qildirdi ekan. O'z pushtidan tamg'an farzandidan zinhor tang'il bo'lmas. Maylilar. Shahzoda o'z tasarrufi olgan ashu ziminlarga shukr qanoat qilib, enisi Shahzoda Abdumo'min xonning noib xonlik o'rnini e'tirof qilsa, bu adolat nizoni bo'ldi qilib, behuda qon to'kishdan saqlanaydi. Elimo, el bu tugamas jangi jadallardan ko'p riyozat chekdi. El yurtning xotirjamligi, osoyishligi hammadan afzal. Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon Sulton Abdullah xonning kam qo'rsoqlik bilan Morasa yo'lni tutganligidan to'liq afsuslandi. Ashaddiy raqibi Xo'ja Hidoyatulloh Eshon boshchiligidagi Ishqiya sulkining Qashqardan iborat munbat kangri zaminga qaytib kelib, qaytadan bosh ko'tarish fursatiga erishganligidan ichi bakmi odab ketdi. Ularni Sulton Abdullah xonning sarkarda lashkarlariga tayinib, yana bir qatim qirg'in qilish fursatiga erishalmaganlikdan qattiq asratlandi. Va allaqachon bir qarorga kelib bo'lgan Sulton Abdullah xonga endi gap yugizolmaydiganligini his qilib jim bo'ldi. Ana hazratimga ma'lum bo'lgayki, dedi Amir Kabir Cho'pik Mirza, u Hinduqush Mirzaning o'limidan keyin amirlik martabasiga ko'tarilgan edi. Ro'yobga chiqmagan Anjon yurishidagi qarmuzliq davom yo'lida xon lashkarlarining xillangan qismi xali ko'p talofatga yo'liqqanligi uchun har qancha tirishchilik ko'rsatgan bo'lsaqmi, o'rnini texnichalar to'ldirib olamadik. Yangidan ilingan lashkarlar davomli mashq qildirilayotgan bo'lsa-mu, jangbozlik mahorati ancha voyaga yetmadi. Rasmiy janglarda bahodirlik ko'rsatishdan ko'p yiroq. Shahzoda Yo'lbosxonning ostoniga yana lashkar tortish niyatining boy yo'qligi tek qarang'u. Shunga olimodis yuz beradigan ishlarning oldini olish uchun Oqsu bilan Xotandan ostoniga bir bo'lak xillangan lashkar yo'tkab kelishga farmon berilgan bo'lsa, Xotandan vaqtincha lashkar yo'tkimay turaydi. Anlashimcha, ney tarafda Mo'ng'ullar yanada parakandichilik paydo qildi. Xotanning tinchligini saqlash uchun ularning lashkari kuchini bo'lib o'tmay turaydi. Ammo Oqsudan yetkab kelgan lashkarlarning sonini o'zlari belgilasa, atigi yorliq tushiraydi, dedi Abdullah xon. Ana hazratimga kichkina iltimosim bor edi, dedi ostona amiri qo'shimcha ostona muhofizachilar qo'shinining sarkardasi Mirza Bobobek to'vanchilik bilan. Qani so'zlisizlar, dedi Abdullah xon. Boya ona hazratim buyuk saltanatimizning tinchligi uchun Shahzoda Yo'lbosxonning gunohini kam qo'rsoqlik bilan afv qilib, Shahzoda bilan aplashib qilish o'yi borligini aytdi. Albatta, ota-bola o'tirsidagi o'qishmaslikni tugatib, adovatni yo'yib tashlab, bir dasturxonga jam bo'lsa, el yurtning baxti uchun besor savobli ish bo'lgan bo'ladi. Ammo nadon Shahzoda ulug' davlat panohimning bu dono o'yini texib bilmaydi. Padarning farzandiga nasihat qilgan hisobda o'y xiyollarini bayon qilib, bir maktub tutib avatgan bo'lsa, Shahzodamo oliylarining niyat muddaolaridan xabar tepib, yomon yo'ldan qaytsa, ajab emas deb o'ylayman. Sulton Abdullah xon bir oz o'ylanib olgandan keyin Mirza Bobobekning talibiga qo'shilganligini bildirib, bechini lamishdi. Dadisi Sulton Abdullah xonning avatgan xitining ta'siridanmi yoki boshqa bir sababdanmi, aytavur Shahzoda Yo'lbosxon xeyli tinjib qoldi. Shuning bilan kelar yili bahorgacha ozg'ini kam bir qish ichida Sahidiya xonligida nisbiy tinchlik asliga kelgandek holat shakllandi.
Аңлаватқаныңlar Beliqut торыдан аңлатылыватқан аваздық әсәрләр сәхифесі. Miladiye 1668 yılı Başbahar, Qashqar. Hoca Hidayetullah İşan Şahzade Yolbosxon bilan birlikda Qashqarni qaytadan tasarrufi olgandan keyin necha vaqtdan beri Soqiya so'lkidagi Sofi darvishlarning taqibidan cho'ldarib qolgan Yag'dudagi Hazrat Mazar bilan Hazrat Xonqosi qaytadan ovotlashishga boshladi. Mana hozir bu yerdan Qutbul Aqtab, Sultanul Muhaqqan, Hoca Hidayetullah İşan Farbuzurikni tavab qilgan so'lki ishqiya murt muxlislarning oyig'i o'ksamaydi. Hidayetullah İşan kamolatga yetgan so'zman edi. Anlıqçılar ko'nglini vasvasik sog'uchi targ'iboti nutqi bilan kishilar qalbini moyil qilib, ularni ishqiya so'lkiga da'vat qilyotdi. So'lik g'avg'olarining dardini yetkish tortib, ruhiy va jismoniy jihatdan ig'ir jarohatlangan nodon Qashqar xalqi texi yaqindili beshidan o'tkazgan dahshatli fojialarni unutib, to'p-to'p bo'lib kelishib, Hidayetullah İşanga qo'l beryotdi. Hazrat Xonqosi oldidagi maydonda bir mezgil tashlanib, bir g'erish to'pi besib ketgan ashaddiy so'lki Soqiya murtlarining po'q suydiklari bilan to'lib ketgan bu dosh qazonlar dastlabda biri qaynagan bo'lsa, mana hozir 3 qaynayotdi. Shundaqdimi dosh qaynoqlar Mazar podshoh hazratlari besib yotgan bu muqaddas tavobgohni ziyorat qilib kelgan murshid, Sofi darvish, qalandar, bekorchi loyg'azillarning koshkollariga usulib ulgurmaydi. Bekor tomoqni yeb qo'rsqi to'ygan bu Sofi darvishlar Hazrat Xonqosida halqi suhbat qurib, jarri samo soladi. Ularning hum-humlari palakka o'rlaydi. Har tortishmoq usuli o'ynab, gulib dastlashlardan xonqoning tomlari titraydi. Ya ilohim hamdun birla hikmat aytib, zoti ulug' xo'jam seg'inib keldim sana. Tövbe qilib gunohimdan qo'rqib yotib, zoti ulug' xo'jam seg'inib keldim sana. Chin oshiqni Alloh suyib bandam dedi. Ari yo'lda qolmasin deb g'imin yedi. Yolg'onchilar didorimni ko'rmas dedi. Ishq bobida mahkam bo'lib turdim mana. Hüm Allah hüm. Haqiqatdan hikmay aytdim bilmas kishi. Yolg'on oshiq hiyla bilan tutmas kishi. Chin oshiqning nurg'i to'lur ichi teshi. Haqdan eshib bu so'zlarni aytdim mana. Hüm Allah hüm. Hidayetullah İşan bundaq zikri suhbat, jarri samolaga ko'pincha vaqtlarda qatnashmaydi. Şahzade Yolbosxon orqali yetmoqchi bo'lgan maqsadlarini amalga oshirish haqidagi tinimsiz xiyolları bundaq g'avg'o qaynagan so'rindan tinch xotirjam kutubxonasiga kirishga haydaydi. O Wang Chung'dan xoli kutubxonasida jimjit o'tirib, turli plan tadbirlarni tuzaydi. Yeni mikrlarni o'ylab topadi. Bugun o kutubxonasida o'zi yolg'iz yarim kun xiyol surib o'tirgandan keyin asta medarlab o'rnidan qo'zg'aldida eshik tubidagi Sofi xizmatkoriga xonqodagi halqa suhbatga boshchilik qilayotgan xalifasi Molla Soqi bilan Molla Naqini chaqirib kelishni buyurdi. Uzoq o'tmay kutubxonaga ikki xalifasi kirib keldi. İşan o'ziga intayin sadoqatli, kuchtingir, o'limga buyursimi bosh tatmaydigan bu ikki murtiga shundaqli qarab, birdilla qeyri aqlchisi va tarbishkor Abdurazzoq xalifani esiga oldi. Ko'ngli to'limi yerim bo'ldi. Bu ikki xalifasi uning har qanday buyrug'ini, har amallarni qilib bejandil o'rinlayolgani bilan Abdurazzoq xalifaga o'xshash qalli ishirtish, ishqiya sulki uchun Hoca Hidayetullah İşanning maqsad muddaolari uchun o'z oldiga biror ishni planlab qilishni bilmaydi. Navada Abdurazzoq xalifa yeligicha hayot turgan bo'lsa, Hidayetullah İşan bundaq cho'ng kichik ishlarning hammasiga o'zi qalli qotirib, plan tuzib, hiyla mikr tayyorlab, araj tortib yurmas edi.
Şu vaqtda u Abdurazaq xalifaning Xo'jazodan sizli Shahzoda Yo'lbosxon bilan birga ketib, yaqin yurtlarda bir mezgil panohlab tursalar. Men bu yerda qilib, so'lik Tavratga turay degan maslahatiga kirmasam bo'ptikan degan o'yga keldi. Şu yere Shahzoda Nurdinxon bilan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonga agishib Qashqarga kelgan Sofiya mo'tlari Hidoyatullo Ishonni topolmay Abdurazaq xalifani tutib olgandan keyin Xo'ja Abdulla Ishonning buyrug'i bo'yicha Qashqardagi so'lki ishqiya mo'tlarga ibrat qilish uchun butkul Qashqar aholisini Eidgoh maydoniga yig'ib Abdurazaq xalifaning qipyalang'ash qilib bir tal to'g'ri qo'yilgan bodor yog'ochga do'ng'aytib chambarchas bog'lagandan keyin naqtiga maxsus yasagan tuniki nogayni tiqib qo'rqirab qaynayotgan yog'ni ashu nogaydan qo'yib inson qalbidan chiqqan dahshatli usul bilan qiynab o'ltirib o'tgan edi. Har qatim birar shumliqni birar razil suiqasni amalga oshirishni ko'ngliga kutgan Hidoyatullo Ishon maslahat sog'idek yo'l ko'rsatkidak odamni topolmay Abdurazaq xalifani esiga oladi. Uning o'limidan hasratlanadi. Chunki u Abdurazaq xalifaning aql ko'rsatishi, plan tuzishi bilan nurg'un raqiblarining piyini qirqib, yo'ldagi to'salg'ularni yo'qotishga muvaffaq bo'lgan edi. Mana endi Hidoyatullo Ishon xuddi bir qanchadan ayrilib qolgandek bo'lib qolgan edi. Ishon hasratlik xiyoldan esini yig'ib, oldida nima topshiriqlar borken Ishon param deb farmon bardor bo'lib turgan Molla Soqi bilan Molla Naqiga tom tubidagi naqshliq sandiqdan oldidan yezib tayyorlab qo'ygan ikki parcha xatni elib uzatdi. Ularga bu xatni elib nega berish, kim bilan uchrashish, qanday ishlarni qilish haqida tafsiliy tushuncha berdi. İşlarni maxfiy elib beringlar. Sir qat'iy oshkorlanmagan. Xabaringlarni kutaman deb qayta jekkeladi. Bugun Oltinliqum degan nom bilan mashhur bo'lgan Buyuk Saidiya xonligining Xon Jamat qabristonligi va uningga yondosh joylashgan chevtallarim mozori kundikiga o'xshashla taraf-tarafdan kelgan tavobchi ziyoratchilar, tilovatchilar, mazar geçit, sopi dervişler ve muşu mazarlıkны makan tutup yatkan kalender saillar bilen yeni bir hayat köyüne başlagan idi. Bularning orasida isil ton sarpoyinlarini kiyishgan isil zotlar, nemkesh ammo pokiz ustuvoshlarni kiyishgan oddiy kishilarmi, dehqonlarmi, allaqanday talablarning ijobat bo'lishini talab kelgan hojatmanlarmi, saqaymas kasallarga shifo izlab kelgan bechora bemorlarmi, topgan targiniga nashi elib chekadigan tejamal bangilarmi, ketsa qaysi bir boyning temini tiyishni mo'ljarlab qo'yib hozir oromxo'da oftobda qoqilib uxlayotgan o'g'irlarmi, tavobchi ziyoratchilarning oldini to'sib qo'lini tanglab turib olib sadiq tilab jinini boqadigan g'urursiz o'rin soillarmi, yil bo'yi badaniga xudoning yomg'irdan belak biror tomchi suv dartmaydigan, shu sababli a'zoyini kir to'ng'ra, kiyimlarni sarki besib ketgan, sochlarini o'stirib ballarigacha qo'yib olib paxpaytib olgan oshiq darvishlarmi, sulki ishqiya targ'iboti bilan shug'ullanayotgan murtadlarni tutish uchun tamiz qilib yurgan Ishoqiya sulkining xufiya payloqchilarimi, hammasi bor edi. To'yiqsiz mozorliqning bir burjigida qisqili olli to'plan ko'tarildi. Atrofdagi tavobchilar ularga shundoqla qaradi. Anch parvo qilmay o'z ishlariga mashg'ul bo'ldi. Aslida Ishoqiya sulkining xufiya payloqchilari bir sufi sifat odamni sulki ishqiya targ'ibotchisi deb tutib olib, bosmoqtab bog'lab o'tadi. Bundaq ishlar kunda degidek bo'lib turg'ashqa mozorga davomli kelib turadigan tavobchilarning ancha diqqatini tortolmaydi. Diqqatini tortgan taqdirdami xo'riki o'sib ketgan Ishoqiya sulkining payloqchilariga ikki eg'iz dilla gap qilishga petinolmaydi. Ishoqiya sulkining xufiya payloqchilari eliqi gumonliq odamni oldiga selib, Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning yon ko'chaga joylashgan katta qasrga akeldi. Qasrning tashqirqi hovlisidagi maxsus so'roqxonaga soldi.
Bir ozdan keyin tutqun boshqa bir hujraga chiqib so'roq qilindi. So'roqni Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning jazo jasoqqa mas'ul xalifasi qildi. Sanki Matruzi Matrusun ismli shohidani xo'rlik mo'min musulmonman xo'jam. Ayta, qaysi sulhga irodat qilarsan? Men sulhga kirmagan xo'jam. Amsa boya cheltanlarim mazar xo'jamda nemishqa ishqiyachi murtatlarning xo'jisi Hidoyatulloh Ishonning ismini tilga oldi. U zoti muborakning ismini tilga olsa, nim bo'ldi xo'ja? Mana mandaq bo'ladi. Xalif shundoq degenicha tutqunning og'ziga qassida bir tastak serib atgandan keyin peshidagi hamrohlariga buyruq qildi. Sagitinglar. Xalifa mas'ulning buyrug'i oxirlashib bo'g'icha tambal kelgan ikki so'pi qo'ldagi darra bilan javobgarni savashga boshladi. Endi rostani desa, qaysi haskatni xo'jam? Dedi javobgar burundan eqiyotgan qonni yengi bilan surtib turib. Xotandan ostoniga nima deb kelding? Hatta Muhammaddan xo'jamning qabrisini tavob qilg'ili. Yana nega borsa? Qashqarga nimaga borsa? Hazrat Mozor podshohi xo'jamning qabrisini tavob qilg'ili. Bu sepi o'zidan ishqiyatga murtatgan u. Rostini demigicha to'xtamay yuringlar. Darila havoda yana pullanglashga boshladi. Javobgarning xotirjam turqidan bu so'roq qiynoqlarga oldin tayyorlab qo'ygandek so'roqchini qasdan qo'ldirlatib, diqqatini o'ziga bakarak burayotgandek ko'rinadi. "Voy, xo'sh bo'lay xo'jam, meni rahim qilsizlar." dedi bayatdan beri urilgan shuncho'g'la darraga g'ing qilmagan javobgar endi birdilla olli tovusini. Gap qila, dedi so'roqchi o'ziga tamanno qilib. Bir muhim omonatni Qashqarga olmoqchi edim. Kimning xetini kimga olmoqchi edim? Javobgar jim turib oldi. So'roqchi xalifa boshqadan sagaklashib, texmo bak astoydillashdi. Qandoq omonat edi u? Sizga deb bersam bo'lmaydi xo'jam, dedi javobgar so'roqchini texmo vasvasiga solib. Mağa deb bermay, egachangning iyriga deb beramsan. Murtad. Omonat qani, darhol chiq. Javobgar hozirli axtirilish xavfiga duch kelgandek darhol tugilib oldi. Va mushuning o'zi kifoy edi. So'roqchi ikki hamroyiga buyruq qildi. Axtiringlar bu murtadni. Bilqut şirketida ovozga ilinib, Bilqut to'rida anlatılayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallat Xanim nomli tarixiy romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylardagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinesidagi bebaho go'harlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birga birlashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Bilqut bil. Bilqut